Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Bugun qanday notebook obzor qilamiz ekan? Bugun gaming notebooklarni obzor qilamiz. Anchadan beri video qo'yishga vaqt bo'lmadi va nihoyat bundan keyin xudo xohlasa sizlarga zo'r notebooklar olib kelib qo'yganmiz. Birin-ketin hammasini obzor qilib boramiz. Birinchi notebookimiz HP Pavilion Gaming so'raganlar uchun o'sha klaviaturasi bronzeviy, ko'pchilik so'ragan modeldan. Narxi ham ancha arzonga chiqadi. Notebook holatini ko'rishingiz mumkin. Klaviaturasini qaranglar. Atroflari fosforli bo'ladi. Namluklari ham bor. Notebookimiz dizayn juda ham zo'r chiqqan. Klaviaturasini bemalol uchish rejimda yoqsanglar bo'ladi. Xohlaganlar o'chirib qo'yasizlar sizlarga xalaqit bersa. Notebookimiz 15:6 Full HD IPS displey bilan jihozlangan bo'ladi. Protsessoriga keladigan bo'lsak, AMD Ryzen 5 3000 seriyasi H prosessorda 4 yadr 8 ta patok 210 Hz dan notebook bemalol 430 Hz ga turbo Hz razgomga chiqa oladi. Bu prosessorimiz Intel Core i5 10-avlod H da bemalol ishlab bera oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 8 GB lik 2400 shinali operativ xotira bilan jihozlangan. Doimiy xotirasi 256 tali NVMe M.2 SSD. Ikkala xotirasini yana bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Notebookimiz o'zida ham Radeon Vega 8 2 GB lik vstроенный video karta bor. Undan tashqari Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB lik video karta, jami ikkalasi bo'lib 6 GB lik video karta bilan jihozlangan. Endi bu video karta, bu prosessor, bu dizayn bilan bemalol GTA 5 o'ynasanglar bo'ladi. Call of Duty, Dota shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari programmalardan AutoCAD, Corel, Photoshop programmalaridan o'rganmoqchi bo'lganlar olib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib foydalansanglar bo'ladi. Narxi juda ham hamyonbop. Bunaqangi menimcha bunaqa parametr notebook topa olmasanglar kerak deb o'ylayman. Narxini sizlar uchun $289 qilib beramiz. Oddiy ofis notebook narxida hozirgi paytda narxlar ko'tarilgani bilan bizda narxlar shunday o'sgani yo'q. Kerakli bunday port hamma narsasi bor. Notebookga 1 oylik garantiya beramiz. Endi gamingda zaryadiga 1 soat garantiya beramiz, chunki o'yin o'ynaganda rasxod ko'payib ketib qolishi mumkin. Kullerlari, klaviatura, podsvetka, ekran, shunaqa video karta qo'shimcha detallari ishlashini hisobiga zaryad tezroq ketib qolishi mumkin. Shuning uchun garantiya sal ozroq bo'ladi ofis notebookdan ko'ra. Zaryadga qo'yib maza qilib foydalanaverasizlar. Batareyasi hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Hamma notebookimiz shunaqa. Zaryadi hammasiga 1 soat garantiya beramiz. Zaryad haqida qolganiga ma'lumot bermay o'tib ketaveraman. Vali vaqt sizlarga ham vaqtingizda olmagan holatda davom etamiz. Shoshilinglar, nasl savdo orqali ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Keyingi notebookimizga keladigan bo'lsak, HP Victus so'ragan mijozlarimiz uchun nihoyat holati yaxshi. Unaqa qirilib, singan joylari yo'q. Ishlatishga tayyor notebook. Ichki holatlari ham yaxshi. Avaylab ishlatilgan notebooklardan sizlar uchun yig'ib kelganmiz. Notebookimiz klaviaturasi bir xilda skromli oq yonib turadi. Chiqar rejimga qo'yib yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlaganlar bemalol o'chirib qo'ysanglar bo'ladi, xalaqit bersa. Notebookimiz 15:6 Full HD IPS 144 Hz 300 nits displey bilan jihozlangan. Ekran ko'ryapsizlar. Ranglarni cho'tga ajratib beryapti. O'yin o'ynaganda yana foto, video montaj qilmoqchi bo'lganlarga juda ham qo'l keladi bu ekran. Prosessorga keladigan bo'lsa, Intel Core i5 12-avlodi bo'ladi. H prosessor 8 ta yadr 12 ta patok, har biri 2 Hz dan bemalol 460 Hz ga turbo Hz razgomga chiqa oladi. O'z ko'ryapsizlar, ishlashiga qarab Hz ko'tarilyapti. Mana bu yerdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Nechchini programma talab qilsa, shunga chiqib ishlab bera oladi. Operativ xotirasiga keladigan bo'lsa, DDR4 8 GB lik 3200 MHz lik, doimiy xotirasi 256 tali NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookda Intel UHD o'zida vstроенный video karta, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce RTX 3050 da 4 GB lik video kartalisi bilan jihozlangan. Bu video karta, bu ekran Hz, bu prosessor, bu dizayn bilan bemalol GTA 5, PUBG, CS:GO shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari programmalardan 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop, yana shunga o'xshagan programmalarni o'rganmoqchi bo'lganlar olib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib foydalansanglar bo'ladi. Narxi hamyonbop. Narxini sizlar uchun
459 dollar qilib beramiz. Nasi savdo orqali hard qilsanglar bo'ladi. Notebookka 1 oylik ofitsialniy garantiya beramiz, o'zimiz garantiyamiz. Kerakli hamma USB portlari bor, ishlatishga tayyor. Olasizlar, ishlatasizlar, programmalar hamma narsasi ichida qilib beramiz. Dastlabkilarni ham besplatniy qilib, shu narx ichida qilib beramiz. Bemalol kelib do'kondan ham olib ketsanglar bo'ladi. Faqat shoshilinglar, soni chegaralangan. Keyin notebookimiz ko'pchilik so'ragan Asus TUF Gaming. Buning holatlari a'lo. Ichki holatlari ham tiniq turibdi. Ko'pchilik so'ragan klaviaturasi 12 xil RGB yonadigandan Asus TUF Gaming A15 modeli. Xohlaganlar bemalol yana Auradan RGB qilib, xohlagancha klaviaturani o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS 144 Hz displey bilan jihozlangan, 100% sRGB displey, ranglarni 100% aniqlikda ajratib bera oladi. Bu o'yin o'ynayotganinglarda, video, foto montaj qilayotganlarda juda qo'l keladi. Prosessorga keladigan bo'lsak, AMD Ryzen 7 ning 7000 seriyasi HS prosessorda 8 yadro 16 ta potok 310 Hz dan notebook bemalol 470 Hz ga turbo Hz razgomga chiqa oladi. Bu prosessor Intel Core i7 13-avlod HS bilan bemalol konkurensiya qila oladi. Operativ xotirasi DDR5 16 GB lik bo'ladi. 4800 shinali. Doimiy xotirasi 512 tali NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookda Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB lik video karta bor. Bu video karta, bu ASU, bu prosessor, bu dizayn bilan maza qilib KZK, GTA 5, PUBG, shunga o'xshagan o'yinlar, undan tashqari 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop, shunga o'xshagan programmalar, undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib foydalansanglar bo'ladi. Narxini sizlar uchun 559 dollar qilib beramiz. Nasi savdo orqali ham maza qilib xarid qilib olsanglar bo'ladi. Nasi savdoda munchalik narxlar qo'shilib ketmaydi. Bemalol boshlang'ich to'lovsiz xarid qilsanglar bo'ladi. Notebookda kerakli supportlar hamma narsasi ikkitadan oshchasi bilan bor. Maza qilib foydalansanglar bo'ladi. Sovutish sxemasi ham juda zo'r, aqlli ishlangan. Korobka, dokument hamma narsasi bor. Bu notebookga ham 1 oylik garantiya beramiz. Shoshilinglar, soni chegaralangan. Keyingi notebookimiz MSI so'raganlar uchun maxsus. Biz buni oxirida obzor qilmoqchi edik. Sizlarga oxirida bitta bonus notebook bor. Bu bonuslarga qaranglar. Wow. Notebookda ekranlarga qaranglar, laminatsiyalar tortib qo'ygan, shilinib ketishini, klaviaturani izini chiqib qolishini oldini olib. Notebookimiz klaviaturasi skromniy qizil yonadi. Yonayotganda RGB bo'lishi mumkin, lekin o'zi aslida qizil yonib turadi. Xohlaganlar bemalol o'chirib qo'ysa ham bo'ladi, agar sizlarga xalaqit bersa. Xohlaganlar bu yerdan turbo Hz'ini qo'shtirib olsa bo'ladi. Istasam konditsioner qo'yadi, muzday qilib. Xohlasanglar o'chirib qo'yasizlar. U kattaroq proyektda ishlayotganlarga yoqib olishni maslahat beraman. Notebookimiz 17.3 Full HD IPS 144 Hz displey bilan jihozlangan, 100% sRGB 300 nitsli displey bilan jihozlangan. Ekran ko'ryapsizlar, juda ham tiniq. Prosessorga keladigan bo'lsak, Intel Core i7 ning 13-avlodi H prosessor 10 yadro 16 ta potok 240 Hz dan bemalol notebookimiz 490 Hz ga turbo Hz razgomga chiqa oladi. Operativ xotirasi DDR5 16 GB lik 5200 shinali bo'ladi. Doimiy xotirasi 512 tali NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookda Intel UHD o'zida vстроенный video karta, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce RTX 4050 da 6 GB lik video karta listi bilan jihozlangan. Bu video karta, bu razmer, bu prosessor, bu ASU bilan maza qilib KZK, GTA 5, PUBG o'yinlarini o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshopda ham, undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib foydalansanglar bo'ladi, chunki narxi ancha yangisidan ko'ra arzonroq. Bunday kerakli supportlari bor, monitorlarga ular bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ikkitadan monitorni poddesha qila oladi notebookimiz. Sovutish sxemalarini ham eshitdinglar, o'zgacha chiqqan. Notebookimiz narxini sizlar uchun 629 dollar qilib beramiz. Nasi savdo orqali bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Garantiyalarni qilib beramiz 1 oylik qilib.
dastlabkilar ichida boshlang'ich to'lovsiz nasl savdoga 1 so'm emasdan bu notebookni olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Oylik to'lovni keyingi oylardan bemalol to'lasanglar bo'ladi. Yana qanaqa sizlarga ishonch qilib beramiz? Ko'ryapsizlar, tiniq-tiniq notebooklar sizlar uchun yig'ib kelib qo'yamiz. Maza qilib foydalanib olinglar. Hozir narxlar, avzular narxlari ham ko'tarilib ketgan, lekin ashunda ham avzularni 16 qilib, shinalarni balandidan qo'yib, sizlarga SSDlarni ham balandlarni qo'yib notebook tayyorlab qo'yganmiz. Mana nihoyat notebook qaranglar, go'zalligini. Bu notebookimiz o'zi Monster, lekin nomi ham Monster. O'z brend ham Monster. Buni ham klaviaturalari o'ta go'zal, 5 xil yonib turadi. Buni ham yoqib ko'rsatamiz sizlarga. Uni ham bemalol programmasini o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Notebookimiz 17.3 Full HD IPS 144 Hz displey bilan jihozlangan. Face ID'lari ham bor, ko'rishinglar mumkin. Ichki holat dizayni ham juda ham chiroyli ishlangan. Bu yangi chiqqan brendlardan, hali unchalik brend taniqli bo'lmadi, lekin notebookimiz ichidagi parametri juda ham mo'shni chiqqan. Notebookimiz Core i7 11-avlod bo'ladi. 8 yadro 16 ta potok H-toshda 230 Hz dan notebook bemalol 470 Hz ga turbo Hz razgomga chiqa oladi. Operativ xotirasi DDR4 16 GB 3200 shinali. Doimiy xotirasi 512 tali, ya'ni VM M.2 SSD bilan jihozlangan, yana bemalol upgrade qilish imkoniyati bor. Notebookda Intel HD vstроенный videokarta, qo'shimcha videokartasi AMD GeForce RTX 3060 6 GB videokarta bilan jihozlangan. Bu videokarta, bu displey, bu protsessor bilan maza qilib KZ2.5 PUBG o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop programmalarini o'rganmoqchi bo'lganlar ham olib foydalansanglar bo'ladi. Yana student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib foydalansanglar bo'ladi. Notebookimiz narxini sizlar uchun $529 qilib beramiz. 30-60 video kartada shu yerga ahamiyat berib qo'yasizlar. 6 GB lik bir oylik garantiya beramiz. Bundan kerakli hamma USB portlari bor. Sizlarga ishlatishga tayyor notebook olasizlar. Buni ham boshlang'ich to'lovsiz bemalol har tiksanglar bo'ladi. Birinchi to'lovni keyingi oyda amalga oshira olasizlar. Maza qilib ishlatib sizlar foydalanishlari uchun bu notebooklarni sizlarga zakazga topib keldik. Yana boshqa notebooklarimiz ham bor. Endi bu video cho'zilib ketmasligi uchun, sizlarni vaqtingizni olmasligi uchun ularni qo'shmadik. Agar boshqa opsion notebooklar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bunaqa naqshlilardan ham kelgan. Bular hammasi Telegram kanalida men aytib o'tib ketmagan ma'lumotlari bu notebooklarga qo'shib, bularni ham topsanglar bo'ladi. Hammasini rasmlari, pastda videolari, Instagramlarda ham postlar albatta qo'yib borilyapti. U yerdan ham kuzatib borsanglar bo'ladi. Hamma narsasini notebooklarni u yerga ham qo'yib boramiz. Narx-navolarni ham sizlarga imkon qadar oshirmadik, chunki avzu bilan SSD narxi oshib ketgan, o'zingizlar xabaringlar bor. Shuni hisobida ham biz narxlarni ko'tarmadik, eski narxda qolgan. Bizda bemalol har tiksanglar bo'ladi. Faqat shoshilinglar, soni chegaralangan. Xudo xolasa endi har 2 kunda bir sizlarga mos, sizlar so'rayotgan izohlarni yozib ketsanglar, sizlar so'rayotgan notebooklarni obzor qilib turamiz. Eski narxlarda qilib, chiroyli qilib sizlarga obzor qilib beramiz. Faqat shoshilinglar. YouTube'ga qo'yilishi bilan, Telegramga qo'yilishi bilan sotilib ketib qolyapti. Shuning uchun obuna bo'lib, biz qo'yadigan post vaqtlarini iloji bo'lsa kuzatib tursanglar, kechki payt qo'yamiz aslida. Ish paytida qo'yilishi bilan imkon qadar zakilat tashlab qo'ysanglar, sizlarga bron qilib qo'yamiz. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati bor, o'zingizlar xabaringlar bor. Istalgan hududga besplatniy dastavka qilib beramiz. Nasl savdoda ham shartlarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Bemalol o'zimizga aloqa chiqarasizlar. Sizlar bilan Laser jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.